ikkisi juda kuchli va tezkor sportchilar. Hal qiluvchi pallada qanday jang olib boriladi, hozir ko'ramiz birgalikda. Ringda Ahmadjonov Asadullo Andijon, Abduraimov Asadbek Vaqi Toshkent. Final jangi. Jang boshlandi. Bo'y borasida biroz ustunlik bor Abduraimovda. Low kick. Tutib olishga harakat qilib ko'rdi. Zarba yaqqol sifatida ko'rilmadi, chiqib berilmadi har holda. Ikkinchi raqam bo'lishyapti. Endi bo'y borasidagi farqdan kelib chiqqan holda Abduraimov. Ahmadjonov esa oldinga boryapti. Kirib borishga harakat qilyapti raqibiga. Zarba yo'llab. Taqdirlanish marosimiga chaqirilgan sportchilar tribunadan tushib, mashinaga kelsa, taqdirlanish marosimidan so'ng orqadan chiqib ketamiz. Himoyaga e'tibor qaratyapti ikkala sportchi ham. Raqib hujum amalga oshirgan paytida sport pasportlaridan taqdirlanish marosimiga tayyorgarlik ko'rsatdi. Point fighting 57 kilogramlik sportchilar. Aylama zarba, middle kick bilan kutib olyapti. So'nggi zarbani yo'llamadi Abduraimov. Middle kick. Clinch. Kombinatsiya, kutib olishga harakat. Low kick zarbasi bilan mana bu yerda endi middle kick aniq bormoqda mo'ljalga. Asta-sekin ustunlikni yuzaga keltiryapti. Ko'k burchakdagi sportchi. Chiroyli kombinatsiya amalga oshirdi. Raund yakunida Asadullo Ahmadjonov biroz bo'lsa ham oradagi tafovutni qisqartirishga muvaffaq bo'ldi. 3-2, 4-2 ikkita hakam Abduraimovning ustunligini qayd etayotgan bo'lsa, bitta hakam durang natijani belgilab turibdi. Hozircha. Oybek Normetov, Xudoyor Ernazarov, Qobil Ergashevlar hozir janglarni bevosita kuzatib borishyapti. Ikkinchi raund. Ancha faol boshladi-yu, lekin baribir kutib olyapti. Chiroyli kutib olyapti Abduraimov. Nig'mat Inoyatov shogirdi. Hozirda bu turnirga Nig'mat Inoyatovni ko'rmadik. Sirot Qodirov sekundantlik qilyapti unga. Chiroyli kutib olyapti raqibini. Abduraimov. Aynan kutib olyapti. Futbol joyida ilgarilab ketyapti yoki aniq qayerga zarba yo'llashni tushunyapti, bilyapti. 5-3, 5-4, 6-5 yaqin baribir jang. 1-2 zarba jang taqdirini hal qilishi mumkin. Low kick yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda Ahmadjonov. 57 kilo vaznda sportchilar tayyorlanib turadi. Abdumannopov, Sharof, Sirdaryo, Yoqubov, Yoqubjonov, Jahongir Andijon. 57 kilo vaznda final jangi tayyorlanib turadi.
chiroyli chalg'itdi hozir. Chiroyli aldadi va Lokik zarbasini yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Ahmadjonov va qariyb hisobni tenglashtiryapti. Bir zum konsentratsiyani yo'qotish vaziyatni qo'ldan boy berishga olib keladi. Shuning uchun ham ikkala sportchi faollashishi kerak. Yana bir boy tomon juda yaqin jang. Bitta zarba farqi. Ikkinchi raund yakuniga yetmoqda. Birinchi o'rin bilan taqdirlandi. 6-4, 7-7, 9-8 ikkita hakam ustunligi Qamon Abduraimovda, ammo o'zingiz ko'ryapsiz, eshityapsiz, farq katta emas. Sportchilar tayyorlanib turamiz. 57 kilo vaznda Abdumannonov, Sardor, Sirdaryo, Yoqubjonov, Jahongir, Andijon. Muxlislarni ham eshityapsiz, ular ham jonlanishdi endi. Ular ham sportchilarni oldinga chorlashyapti. 3-raund hal qiluvchi yaqin, qariyb hali hech narsa ma'lum emas bu jangda. Faolroq o'shlash kerak ekanligini tushuntirdi. Ikkalasi ham hozir bu yerda to'xtashmaydi. Ko'rsatmalar har tomondan keladi, har tomondan. Bosim uyushtiryapti Andijon viloyati vakili, ana bunday hak-kick bilan qarshi olyapti uni Abduraimov. Ahmadjonov yana bosim, endi qo'llar baland ko'tarilgan, low kick va yakunda mana shu low kick zarbasini amalga oshirishga erishyapti. Middle kick. Kombinatsiyani yakuniga yetkazishga harakat qilib ko'rdi Abduraimov. Bo'lmadi. High kick, low kicklar almashinuvi va futni paqaga keltirish kerak. Ikkilik zarbasini o'tkazyapti Abduraimov. Ahmadjonov bosimni to'xtatmayapti. Low kick. Va chiroyli hozir aylanma zarba amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi. Abduraimov bo'lmadi. 11-9 yaqin baribir, hali yaqin. Vaqt esa qancha? 50 soniya qolyapti. Ahmadjonov oldinga qarab bormoqda va ikkita aniq zarba yo'llashga erishyapti mana shu palada. Eng so'nggi soniyalar hayajonli o'tadi bu final jangida ham. Round kick o'tyapti Ahmadjonov ijrosida. Yana bitta zarba kerak, o'ng qo'l cross va mana endi qizil burchakdagi sportchining ustunligi qayd etilyapti. Low kick yo'llayotgan bir vaziyatda belda bosib zarba berib yuborildi. Ko'rdik, atayin qilmadi. Mozordan chiqib ketgan edi. Yana endi Ahmadjonov oldinda. Ana endi Ahmadjonov middle kick, ikkilik zarbasi ortidan 19 soniya vaqt qolyapti. Oldinga borish kerak ekanligini uqtirishyapti unga tinmasdan. Chag'itdi, low kick. Low kick uchun hisobda oldinga chiqib olgan Ahmadjonov. Mozordan chiqmoqda 6 soniya va bo'ldi. Menimcha endi qiyin yetib olishi oldinga deb aytishib o'tmoqda, jang yakuniga yetyapti. So'nggi soniyalarda Ahmadjonov tarozi pallasini o'z tomoniga o'tirishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston chempionati qizil burchak sportchi Andijon. Hayajon endi oxirigacha harakat qildi, buni tushunish kerak. Oxirigacha. Va
g'alaba. Endi navbat 57 kg bo'lgan vazn toifasidagi jangga